Bitta mujik foydali kontent qilgan ekan, mujiklar soni ko'payib ketibdi. Bir mujik Instagramga video qo'ygan ekan, foydali kontent. Uni bitta mujigimiz ko'ribdi-da, o'zini akkauntiga joylab, qolgan odamlar ham ko'rsin deb va uni ko'rgan bitta mujik ofishlikda ekani video qilib qo'yibdi-da, odamlar yana ham ko'proq ko'rsin deb tavsiya beribdi. Uni ko'rgan boyda video yaratgan haqiqiy mujik esa yana postiga joylabdi. Mana mujiklar ko'payapti. Kecha keyin yana bitta mujik akamiz o'zini akkauntiga joylabdi va mana akalarning gapi. Bitta mujikka Instagramga qo'ygan videosini ko'rgan bitta mujik unga video qilgan va u videoga yana bitta mujik video qilgan. U videoni menga ko'rsatgan mujikka videosini men sizlarga hozir ko'rsataman. Bitta mujikka Instagramga qo'ygan videosini ko'rgan yana bitta mujik unga video qilgan va u videoga yana bitta mujik video qilgan va men o'sha mujikka videosini sizlarga ham ko'rsatmoqchiman. Bitta mujikka Instagramga qo'ygan videosini ko'rgan yana bitta mujikka men ham videosini ko'rganimdan keyin u tavsiya qilgan mujikka men ham sizlarga tavsiya qilmoqchiman. Asror Iskandarovning mana shu videolarini ko'rganimdan keyin men o'zimni ham profilimda eksperiment qilib ko'rishga qaror qildim. Hozir men zakritik profil qilib, aytganlaridek qilib, mana shu videoni sirasi joylayapman. Videoni oxirigacha ko'rsangiz nima haqida aytayotganimni bilasiz. Zo'r lifehack o'rgatib qo'yaman hozir. Profiliga ancha vaqtdan beri kontent qo'ymaydi, lekin o'sha profilni yana yuritib ketmoqchi bo'lgan odamlarga Instagram algoritmiga refresh berib yuborishni o'rgatib qo'yaman. Yuritilmayotgan akkaunt nastroykasiga kiriladi. Profil agar personal akkaunt bo'lgan bo'lsa, обычный akkaunt o'tkaziladi va u profil zakrit qilinadi. Bir kun zakritik bo'lib turadi. Va profilni qaytadan ochib, agar o'sha личный profil bo'lsa, professional авторский akkauntga o'tkaziladi. O'sha kunning o'zida kontent qo'yiladi. Statistikaga yangilanadi va xuddi shunaqa holatda qo'ygan kontentingiz birga ketish potensiali juda yuqori bo'ladi. Boks bo'yicha trenerimda xuddi shunaqa 8 mingtacha giveaway'dan qo'shilgan nakrutkali akkauntlar bor. O'sha profil